Have to hamda must modal fe'li. O'zbek tilida shart, zarur, kerak degan ma'nolarni beradi. Tarjimasi, ma'nosi bir xil bo'lsa-da, lekin qo'llanishda farq bor. Keling, bularni ko'rib chiqamiz. Deylik must modal fe'li bu ichki ehtiyoj, buyruq, qat'iy fikr, ya'ni odamning o'zining shaxsiy fikridan kelib chiqib biror narsani shart deb biladigan holatlarda must modal fe'li ishlatiladi. Misol uchun, you must study harder. Sen ko'proq o'qishing kerak, qattiqroq o'qishing kerak. Bunda o'sha gapiruvchining o'zining shaxsiy fikri ketyapti. Have to modal fe'liga keladigan bo'lsak, bu tashqi majburiyat, qonun, maktab qoidalar va boshqa tashqi sabablarga nisbatan shart degan ma'noda ishlatiladi. Misol uchun, I have to wear a uniform at school. Maktabda forma kiyishim zarur. Bu o'zini gapiruvchini o'zining shaxsiy fikri emas, balki maktab tomonidan o'rnatilgan qoida hisoblangani uchun, demak have to modal fe'lini qo'yapmiz. Keling endi aniqroq tushunish uchun misollarni ko'rib chiqamiz. Birinchi savol, you boshjoy wear a seat belt when driving. It's a law. Demak, siz mashinani haydash paytida xavfsizlik kamarini taqib olishingiz kerak. Bu qoida. Demak, bu qoida, bu qonun deb aytib o'tiribdi. O'zini shaxsiy fikridan kelib chiqib aytadigan gap emas. Tashqi tomondan o'rnatilgan demak qoida asosida aytilyapti. Demak, have to modal fe'limiz to'g'ri keladi. Ikkinchi savol. I boshjoy call my boss right now. It's really important. Men hoziroq boshlig'imga qo'ng'iroq qilishim kerak. Bu juda ham muhim. Demak, bu o'zini ichki majburiyatidan, ichki o'zini shaxsiy fikridan kelib chiqib shart deb hisoblayotgan holat bo'lgani uchun bunda must modal fe'lini qo'yamiz. Uchinchi savol. She boshjoy finished the report today. The manager said it's urgent. U bugun hisobotni tugatish kerak. Menejer shoshilinch ekanligini aytdi. Xo'p, endi tahlil qiladigan bo'lsak, bu tashqi majburiyat bo'lyaptimi yoki aksimi? Qaysi variant to'g'ri?